Barsa qana ketyapti La Ligada. Voh, Elmurod aka mana 18-dekabrga tayyorgarliklar yondirib qilyapti. Bir kerakli tayyorgarliklar qana bo'lyapti bilamiz o'zlarida. Elmurod aka, assalomu alaykum. Sog'lar yaxshimi aka? Aka 18-ga tayyorgarliklar qana ketyapti? Tayyorgarlik yaxshi, qo'ldan kelgancha. Kayfiyat yaxshi. Hozir Barsa qana ketyapti La Ligada. Voh, Xuddi shunday ketyapti, xudo xolasa. Ko'ngildagidek, yaxshi. 5 kilo vес tashladim, yana 5 kilo bor. yana 5 kilo ves bor. Ha, 6 bugun 12 bo'lsa, 6 kunda yana 5 kilo tashlashim kerak. Yaxshimi vesaga unkalar xudo xolasa Endi o'tgan safar ham buni katta tashlamagandim-da. Bu safar kattada qiyin ekan. Nafsni tiyish, Oson kelib olib 2 mahal qiyin ekan, oson emas ekan sportsmenlarga, lekin menga yoqyapti. Endi xudo xolasa, vodiyliklar, butun o'zbekistonliklar biz o'zimizni taniydigan qirg'iz, qozoq, tojik, o'zbek millatida kim tanisa, duo qilib turinglar, podдержка qilib turinglar. Maqsad kimnidir oldida nimadir isbotlash emas. Maqsad o'zim oldimda o'zimni dangasamasligimni isbotlash o'zimga. Shu xudo xolasa, qani yaxshi niyat. Raqibam oddiy raqib emas. 4-1 ekan rekordi. 4 yutgan ekan, 1 yutgan ekan, boksyor bola ekan. Endi ko'ramiz, endi xudodan yutsam ham o'zim javobgar bo'laman. aka, xudo xolasa hammasi zo'r. Biz sizga butun O'zbekiston bo'ylab Cowboy Fighting komandasi bilan balet qilamiz inshaalloh. 1-0 Shirdok bilan 4-1 Shirdokka va yana o'zbekistonlik bo'lmagan yevropalik raqibga chiqayotganingiz o'zi Braziliyalik katta yutug'imiz aka. Inshaalloh harakat qilamiz. Endi asosiysi g'alaba qozonib, o'zimni oldimda o'zimni yuzimni yorug' qilish. Xudo xolasa aka, omad xayriyasiz. Aytmay, oldindan podдержка uchun, qo'llab-quvvatlaganlar uchun oldindan rahmat. Kimdir agar negativ fikr yozsa, ularga o'zi kifoya qiladi. Sog' bo'ling aka.